Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vitronik 100% tabiiy kuchli tabobat inomi. Prostata bezdagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vitronik ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushda ishtirok etgan qashqadaryolik erkak sudlandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Sudlanuvchi 2022-yil aprel oyida Rossiyaning Moskva shahriga mavsumiy ishlash maqsadida borib, taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. 2022-yil sentyabr oyida Rossiya politsiyasi xodimlari tomonidan to'xtatilib, uning boshqaruvida bo'lgan avtomashina saloni qismi ko'zdan kechirilganda, giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib, o'zbekistonlik giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi bilan bog'liq jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib, ushlangan va 2023-yil 16-mart kuni sud tomonidan giyohvandlik moddalarining noqonuniy savdosida aybli deb topilib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Jazo muddatini o'tash davomida u 2024-yil 30-oktyabr kuni Rossiya Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzib, harbiy qismga joylashtirilib, harbiy tayyorgarliklardan o'tib, 2025-yil 18-noyabr kuniga qadar jangovar harakatlarda ishtirok etgan. Sudda sudlanuvchining so'zlariga ko'ra, u harbiy qismdan qochish uchun o'z oyog'idan otib jarohatlagan va 2025-yil oktyabr oyida shifoxonaga yotqizilgan hamda davolanib bo'lgandan so'ng harbiy qismdan qochib Moskva shahridagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib, ular orqali O'zbekistonga kelgan. Shundan so'ng u DXXga ariza bilan murojaat qilib, qilmishidan afsusdaligini, pushaymonligini bildirib, qonuniy yengillik berilishini ko'rsatib o'tgan. Sudda sudlanuvchi D.R.Ch.ning 154-moddasi 1-qismi va 154-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topildi va unga 4 yil 1 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Xavfli kasalliklar aniqlangan migrantlar Rossiyadan deportatsiya qilinishi kerak, dedi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev. U shuningdek muammolardan biri migrantlar mahalliy aholidan ajrab alohida jamoalardan yashaydigan etnik anklavlar ekanligini ta'kidladi. Uning iddaosicha, bunday sharoitlarda odamlarga moslashish, tilni o'rganish va mahalliy qoidalarga rioya qilish qiyinroq kechar ekan. Medvedev bunday yashash va jinoyatchiliklarning ko'payishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik borligini aytgan. Uning fikricha, agar migrantlar izolyatsiyada yashasa va mahalliy aholi bilan kam aloqada bo'lsa, ular qonunga rioya qilish ehtimoli kamroq bo'lar ekan. U vaziyat nafaqat muammolarni, balki aniq choralarni ham talab qilishni, uning migrantlarga yumshoq muomala qilish samarasizligini aytmoqda. Ushbu videoda Rossiyadagi o'zbeklarni deport bo'lib kutib yotganligini ko'rishingiz mumkin. Ular hech qanaqangi sharoiti bo'lmagan joylarda yotishibdi. Hattoki pollarda ham yotishga majbur bo'lishmoqda. Ushbu videoni ko'rib batafsil bilib olishingiz mumkin. Muhim, diqqat qiling. Rossiyaga borayotganlar va Rossiyadagilar. Rossiyaning migratsiya qoidalariga rioya qilishga harakat qiling. Bo'lmasa sizlarni ham shu kabi holatlarga solishlari mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, do'stlarga ulashni unutmang. Assalomu alaykum. Avvalambor O'zbekiston xalqiga. Bizlar hozir Vladivostok aeroportida qamalib yotibmiz, itdek bo'lib. Mana hamma yotdi. Soat uji bir kunlab uxlagan yo'q hech qaysi odam, mana. Sharoit yo'q. Mana itdek bo'lib yotibdi o'zbek xalqi mana. Hammani bez dokument deb hech qanaqa sabab yo'q, deportib yuboryapti hammaga. Mana bu yerda yotibdi odamlar, mana zaxda. Besabab 50 yilga aniq qo'yadi, deport qo'yadi. Mana sharoitlar yo'q hech kim.
Eshiklar qulf mana. Mana eshiklar ochilmaydi. Ana yerda telefonlarimiz turibdi korobkada. Pasport, telefon, hamma narsamizni olib qo'yishgan. Chiqarishmayapti qamoqda ishlagandek. Mana odamda sovqat yotibdi, zaxt hamma yo'q. Ikkita xona 50 kishini tiqqandi. Zaxt. Bitta xonaga 60 kishini tiqqanman. 67 ta ovqat yo'q mana, hammasi och qolgan mana. Mana hech kimda sharoit yo'q. Na suv beradi, na ovqat beradi, bitta joyga qamab qo'ygan. 3 kundan beri yotibmiz. 50 yilga deport urib yuborgan, hozir ko'rsataman. Mana qog'oz berilgan bizga. Bizlar hali birinchi marta kelishimiz, lekin nimaga deport turganini biz haligacha sababini tushunmayapmiz. Birinchi marta Vladivostokka kelyapmiz hali. Hammani dokument qilingan, dokument qilingan odamlar ham o'zi chiqarib olyapti, deport berib olyapti. Mana ko'rishlaring mumkin mana. 50 yilga deport berib olyapti. O'zbekchasi bu yerda yozilgan. Ovqat ham yo'q, suv ham yo'q, hech narsa yo'q. Sharoit vahshiy yo'q. O'zbekiston xalqiga shuni iltimos qilib qolardik, umuman kelmasliklarini. Umuman kelib o'tirmanglar Rossiyaga. Sharoit mana. Bolalar bir kunlab uxlagan yo'q umuman. Rossiyada 900 mingdan ortiq o'zbekistonlik patent bo'yicha ishlamoqda. Bu haqda O'zbekiston Migratsiya agentligi direktor o'rinbosari Elyor Toshtemirov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiyada 1.300.000 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, ularning 1 millionga yaqini patent bilan ishlamoqda. Samarqanddan Moskva, Qozon va Yekaterinburg shaharlariga aviareyslar soni oshirildi. Aviaqatnovlar viloyat aeroportining bahor-yoz jadvalga o'tish munosabati bilan ko'paytirildi, deb xabar berdi aeroport matbuot xizmati. Vunuku aeroportiga reyslar soni haftasiga 23 tadan 34 tagacha, Sheremetyevoga 5 tadan 7 tagacha, Domodedovoga 11 tadan 12 tagacha, Zhukovskiy aeroportiga esa 4 tadan 7 tagacha oshirildi. Shuningdek, Uralskiy avialiniya Yekaterinburgga haftasiga 4 marta, UzAirways esa Qozonga haftasiga 2 marta parvoz qiladi. Rossiyada afg'onistonlik migrantlarni jalb qilish mumkinligi muhokama qilinmoqda. Biroq barcha siyosatchilar va bu tashabbusni qo'llab-quvvatlamaydi. Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Mironov past malakali ishchilar keladigan mamlakatlar ro'yxatini kengaytirish maqsadga muvofiq emasligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, mamlakat allaqachon yetarli migratsiya muammolariga duch kelmoqda. U Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar hech bo'lmaganda rus tilini bilishi va Rossiya bilan tarixiy aloqalar bo'lganligini ta'kidladi. Biroq u Afg'oniston, Hindiston va Shri-Lanka kabi mamlakatlardan keladigan migrantlar boshqa dunyo ekanligini aytadi. Mironov avvalo maqsadli asosda ma'lum bir ish beruvchiga ma'lum bir ish uchun va cheklangan muddatga yollanadigan modelga o'tish zarurligi haqida fikr bildirgan. Afg'onistondan ishchilarni jalb qilish bo'yicha muzokaralar allaqachon boshlangan. 27-mart kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov Rossiyada ishchi yetishmasligi sababli ikki tomon bu masala ekspertlari darajasida muhokama qilinayotganini e'lon qildi. Afg'onistonning Moskvadagi elchisi Gul Hasan ilgari ham shunga o'xshash ma'lumotlarni aytgan edi.